o'zini hurmat qiladigan, sifatli qadriga yetadigan aka-ukalarimiz uchun yana bitta skromniy proyekt qilib berganmiz. Cobalt avtomobilida qilingan ishdan ham yengil obzor qilamiz, keyin to'liq podrobniy obzor qilib beramiz. Xo'p, Malibu 2 rul original Black Piano variantidan, Malibu 2 bar Black Piano variantidan original ruchnoy tormozlari bilan o'rnatilgan. Undan keyin Equinox avtomobilini tablosini o'rnatib berganmiz. Tarp etgan tepa qismlarini koja qilib berganmiz. Ikkita chastini patologlarni polniy qoraytirib berganmiz. Equinoxdagi patolochniy material bo'lgan, bu hech qanaqa oddiy avtotik emas. Sifatiga garantiya beriladi, detallar qoraga bo'yalgan. Polniy salon Black Piano qilingan holatda turibdi. TS monitor ramkalari, deflektor, pechka hammasi Black Piano bo'lgan. TS monitor CC3 oldi va orqa kamerasidan o'rnatilgan. Video registrator bo'lib ishlaveradi. Eshigiga obshivkasi krossli material chast bo'ladi, kojinga qilib berganmiz. Detallarni Black Piano qilib qo'yganmiz. Kolonkaning setkasi, stiklopodiyonli ramkalar, uchgan atrofi hammasi Black Piano qilingan holatda turibdi. Xo'p, start stop vatan o'rnatib berganmiz. O'zini shtatniy pultiga avtozapust, oyna ko'taradigan ham qilib berganmiz. Endi birma-bir qanaqa ishlasini obzor qilib ko'rsatib bersak ham bo'ladi inshaalloh. Xo'p, rulimizda nima ishlaydi? Rulda mana shu 5 ta knopkasi tabloni boshqaradi. O'ngga, chapga, tepaga, pastga OK knopkalar joy-joyida ishlaydi. Xo'p, telefonni ko'taradi, bezzuk qiladi monitorda. Orqa lipistoki gromkost ovozini baland qiladi, pasaytiradi. Bu yoqda lipistoklari ashulan keyingisiga o'tkazadi, orqaga qaytaradi. Xo'p, 4 ta knopka cruise control uchun ishlaydi, tezlikni regulovka qiladi, o'chiradi, yoqadi, hammasi ishlaydi. Bitta knopkaga dalniga qiladigan signal ulab ishlatib berganmiz. O'rtada ham signallari ishlaydi, Black Piano variantda. Xuddi Equinoxdagi. Patfarniki yoqqanda podsetkasi yonadi, hierarxiya qilsa ruldagi ham, tabloniki ham hierarxiya bo'ladi. Xo'p, joyi-joyi o'rni-o'rnida ishlaydi. Xuddi Equinoxda qanaqa bo'lsa, shunaqa ishlaydi. Endi plastik udajani yo'q bo'lgani uchun dalniga qiladigan ulab berganmiz. Tablo, qaranglar, tablo Equinoxdagi original tablolar hamma funksiyani o'qiydi. Yana qo'shimcha funksiyalari bor. Bu glavniy ekranda tezlikni ko'rsatadi, benzin qanchalikligi, zapravkagacha yurishini, soatni ko'rsatadi. Eng kerakligi soat, bilasizlar. Vaqt har doim bilib yurishimiz kerak. Undan keyingi informatsion, bu glavniy ekran, informatsion displeyga o'tamiz. Poyezdka 1, poyezdka 2 lar, o'zingizlarning benzinlarni qo'yganingizda polniy bak regulovka qilsanglar bo'ladi yoki haqiqatchadir borganda o'lchasanglar bo'ladi. Masofani, o'rtacha rasxodini, o'rtacha tezlikni ko'rsanglar bo'ladi. Undan keyin akkumulyator volti 13.8, suvning temperaturasi 94 gradus qizib turibdi mashinamiz. Yana performance funksiyasi 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini o'lchaydi. Buni tezligini o'zingizlar qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, 0 dan 50 gacha, 50 dan 100 gacha, 0 dan 20 gacha, 200 dan 100 dan 200 gacha xohlagan qilib regulovka qilib o'lchasanglar bo'ladi. Mashinani o'zi o'lchab beradi. Hop, motor qancha ishlagani, korobka moyining temperaturasini ham qizadi. Yana funksiyalari ko'p, mana bu yerdan o'chirib qo'yilgan. Mana nastroykaga o'tib, yoqib o'chiraveradi. Mana galchka qo'ysalar ishlayveradi, xohlasa. Probeklari ham halol o'zini probeklari. Hammasi joy-joyida, o'rni-o'rnida, datchiklari bilan ishlaydi. Zazorlari birga-bir mashina keladi. Malibu'ni tablo ramkalari bilan o'rnatilgan. Original Malibu'ni olib o'rnatib berganmiz, yasab. Haldan yo'q. Tepaga chasti koja qilingan. Yo'llar ham koja. Sifatli qadriga yetadigan akalarimiz o'zi shuni olishdi mana shu ishlarni o'zini. Black Piano qaranglar, sifatli, hammasi o'rni-o'rni joy-joyida qilib berganmiz. Polniy hamma detallari eshigiga bular ham qilingan. Bar, original ovoz suruvchi tormoz, parrandali bego'shi platali bo'lgan, 3 ta knopkali, keyinchalik stenograaf qo'ysa ham bo'ladi. Bunga bagaj ochiq qilib berganmiz. USB oldi-chasida. Juda ham chiroyli, mana qaranglar. Barda ichida bunaqa sovuq qurollar ham bor ekan, ochmay qolamiz. Xo'p, undan keyin obshivkalarni aytib o'tdik, detallarni koja bo'lgan, Black Piano bo'lgan, TS monitor, zadniy kamerasi bilan qaranglar, burilib burganda palasalari buriladi, Full HD qaranglar sifatini. Okamlar haqiqiy ketayotganlargacha ko'rsatyapti. Oldi registratorni ham o'rnatib qo'yganmiz. Patologlarimiz qop-qora bo'lgan. Xizmatli qiziq bo'lsa, Maxtuning mo'jat ko'rasizlar, ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsa, telefon orqali murojaat qilib beramiz. Patolog ham zo'r bo'lib chiqqan. Tonirovkada yurgan akalarimiz bilishadi, ichi ko'rinmaydi, unday bo'lib turadi. Bizdan kuzatib boringlar, Maxtumdan o'zlashmaydi. Yana aytib o'tishimiz kerak, start stop original vatan o'rnatilgan, o'zini shtatniy pultiga oyna ko'taradigan avtozapustlar hammasi qilingan holatda turibdi. Bizdan kuzatib boringlar, video yoqqan bo'lsa yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Cobalt olib qanaqa navrot qilishni o'ylab yurganlarga jo'natsanglar, mana shu chiroyli proyekt chiqdi, xudo xohlasa.